Assalomu alaykum qadrdonlar. O'zi yaqinda yumuzimizda motordan chiqdi do'stlar. To'liq kapitalni remont qilib chiqdik. Ko'p uncha ishlatmasdan уже korobka remontga kelib qoldi do'stlar. Mana o'sha satelitda aylantiradigan mushval deydimi, o'sha traktorchi akalar biladi. Korobkani hozir ko'rsataman. Korobkani to'liq tushirib oldik. Mana panejniy korobkani skorlari. Mana orqa taraf satelit zadmoslari. Mana bu asosan mana bu narsa ketib qolgan ekan. Hozir ko'rsataman. Orqa tarafdan qadrdonlar rasmi bor, sizga ko'rsataman nima bo'lib ketgan. Mana shu narsani orqa taraf rezbasi mana sinib ketgan ekan. O'shani qayta remont qildirib chiqdik. Mana bu narsani buraydigan sinib ketgan ekan. Orqa taraf turboval deyishadimi? Unchalik tushunmayman. Qadrdonlar, ikkita yangi birinchi skor va 4-chi skorlar ketib qolgan ekan. O'zi ochganimizda yangi bosyapmiz do'stlar. Olib keldik zapchastlarni, xudo xolasa yangi bosamiz korobkaga. Qadrdonlar, traktorchi akalar, yangi oldik. Buni Xitoy shesterna deyishyapti. Xitoy deyilishiga sabab Xitoyda ishlab chiqarilmagan bo'lsa kerak. Endi Yo'muza MTZlarga Xitoy Xalq Respublikasida zapchast ishlab chiqarib berilmasa kerak. Mabodo ishonch yo'q, Xitoydan har narsani kutsa bo'ladi. Buni endi nimaga Xitoy, nimaga rossiyskiy deyilishini sababini to'g'risi tushunmadim. Farqi do'stlar, hozir olib ko'rsataman. Bitta o'zimman pechatkalar kiyib oldim. Qadrdonlar, mana bu rossiyskiy o'zini shesternasi. Buni sturt artib tozalab qo'yganman, o'sha sizlarga ko'rsatib berish uchun. Mana shu rossiyskiy shesternalari. Mana bu bir, hozir latta bilan artib tozalaylar yaxshiroq bo'lish uchun. Mana bu 4. Nima qilib qo'ysak yaxshiroq bo'lsa kerak. Xo'sh. Mana bu yozuvlari bor ekan, nimadir degan. Bunikida yo'q. Shu narsa oldi taraf, orqa tarafi. Oldi tarafdan qo'yib qo'yaylik. Yonma-yon qo'ysak, nazor qilishga yaxshiroq. Xo'sh, birinchi skordan boshlasak, bu bilan Xitoy zapchast bilan rossiyskiy zapchast to'g'risi farqini bilmadim. Nega Xitoy deyiladi? Aynan Xitoyda ishlab chiqarilishi balki mumkindir, balki mumkin emasdir, lekin Xitoydan har narsani kutsa bo'ladi. Buni Xitoy va rossiyskiy deyilishini asosiy sababiga keladigan bo'lsak do'stlar, mol qo'ylarni ovoziga e'tibor qilmaysizlar qadrdonlar. Ularni
Biz o'zi chorva bilan shug'ullanamiz asosan, ovozi endi chiqadi, no e'tibor qilmaysizlar. Rossiya bilan rossiyskiy zapchast bilan Xitoy zapchasti farqi asosan o'zim fikrimcha, qadrdonlar, aynan Xitoyda chiqqan uchun emas, pishiqligida, o'sha ishlov berilishida farq bo'lsa kerak. Misol, rossiyskiy zapchastga ishlov berilish ko'proq, ya'ni kalyonnilik miqdori ko'proq bo'lsa kerak, ya'ni qayta ishlov berilish bunda ko'proq bo'lsa kerak deb o'ylayman Xitoynikiga qaraganda. Endi Xitoy deganimga o'sha aynan Xitoydan chiqadi deb o'ylamangizlar. Xitoydan balki chiqqan bo'lishi mumkin, balki chiqarilmagan bo'lishi mumkin. Buni qayta ishlov berilgan darajasi, kalyonnilik, ya'ni metallning qattiqligi darajasi bunda kamroq deb o'ylayman. Ya'ni 4 yil, 5 yil yoki 10 yil bu xizmat qiladigan bo'lsa, bu o'shani 1 yil, 2 yil kam xizmat qilib berishi mumkin. 4 yil ishlasa, 3 yil, 2,5 yil shu atrofda xizmat qilishi mumkin. Xo'sh, qanday ketgan deydigan bo'lsak, mana yonma-yon qo'yaman. Qadrdonlar, ikkalasini farqlashlaringiz mumkin. Mana bu joylarni urib tashlagan, ko'ryapsiz. Bunikida yaxshi to'rtburchak chiroyli turibdi. Endi tortga keladigan bo'lsak, tortda ham qanday rossiyskiy yozuvlari bor ekan. Xo'sh, tortimiz ahvoli 4.2 bu. 4 deganim bilan 4.2 ahvolini ko'rishingiz mumkin. Vobshe urib tashlagan. 4-skoda oxir turmay qoldi o'sha. Endi bunikini ko'ramiz, qadrdonlar. Qanday turibdi? Chotki. Xo'sh, buni farqini bitta yo'li bor. Bitta narsa qilib ko'rsak sizlar bilan. Endi buni hali hech kim qilgan yoki qilmagan. Mana shu narsani mana shu yerga qo'yamiz va bu narsani shunday mana shu yerga qo'yamiz. Farqini chiroyli aniqlash uchun metall qaysida ko'proq, zichroq, ya'ni qaysi pishiqroq bo'lishi bitta mana shunday taroziga o'lchab ko'rsak qanday bo'ladi? Tarozimiz yondi, mana 0,0. Birinchi bo'lib, endi yangi shesteramiz yog' bo'lib qoldi, qo'lim yog'lik sababli. 3 kg 5 gram yangi shesterdan mana 3 kg 5 gram chiqdi. Buni shunday tushiramiz. Rossiyskiy, mana bu chista rossiyskiy, o'zidan chiqqan, ishlab charchagan shesterni. Buni kilogramini o'lchab ko'ramiz. Bir xil ekan, qadrdonlar, 3 kg 5 gram. 3 kg 5 gram ustiga qo'yaman. 6 kg 10 gram bo'ldi mana. Kilogram bir xil. Hozir bu keyingi yangi shesternilar o'lchab ko'ramiz. 3 kg 25 gram. Xo'sh, rossiyskiy. 3 kg 50 gram chiqdi. Ko'ryapsiz? 3 kg 50 gram. Buni shunday tushirib ko'ramiz. Buni shunday qayta qo'yib ko'ramiz. 3 kg 25 gram. 25 gram metallga farq qildi. 4 va 2-chi shesternamiz yangi. Ya'ni bu bitta 4 o'ziniki emas, kattasi 2, kichinasi mana bu 4-skordiki, qadrdonlar. Mana yana qaytib qo'yaman. 3 kg 25 gram. Buni tushiramiz. Rossiyskiysini qo'yamiz. 3 kg 50 gram. Farq qildi do'stlar. Birinchi skorimizda shesternasi farq qilmadi. Ikkalasi ham 5
3 kilo 5 grammdan keldi bir xil. Bular farq qildi. Hali ham buni mana bu yarimi yo'q. Ya'ni pashti 5-10 gram tushib qolgan, buni ham yedirilib. Buniki yangi. Qadrdonlar, bu ikkinchi katta shesternamiz 4 farq qildi. Birinchi shesterna bir rossiyskiy va Xitoy yangi va eski shesternalar farq qilmadi. Kelasi ham kilogram bir xil keldi. Eski shesternamiz 3 kilo 50 gram, yangi shesternamiz 3 kilo 25 gram. Buni ham yozuvi bor ekan. Korobka yog'i, vomimiz, qadrdonlar. Bu 28 vomi bo'ladi. Mana bular qadrdonlar yangi patchemliklari ham mana bunaqa qilib tekshirib ko'rganda, pastga tepaga qilib ko'rganda ketib qolgan ekan, yedirilib ketgan. Bu yangi patchemlik bular. Bu ham yangi olindi bular. Bu ham yangi. Rezellar ikkitasi ezilib ketgan. Panejnimiz, qadrdonlar. Val. Mana oldi taraf ko'jiq. Mana bu narsani videorolikda qo'yib tushuntirib o'taman. Rasm bor. Hozir moyga botgan. O'shaning uchun aniq ko'rinmayapti. Zadmostimiz, vom, ikkinchi orqa taraf. Bu ham yangi patchemlik, qadrdonlar. Mana bu ochiq joyga qo'yiladi. Biroz satelit haqida gaplashadigan bo'lsak, satelitimiz ajoyib turibdi. Tishi yaxshi, yedirilmagan. Faqat mana bu joyga keladigan bo'lsak, mana ko'ryapsiz qanaqa luft bo'lyapti. Ana shu narsa ketgan, ya'ni ketmagan, ishlaydi hali 10 yil, 20 yil. Shu traktorni o'sha umrining oxirigacha xizmat qiladi, lekin ishlaverish natijasida ozroq yedirilgan, ya'ni urilgan. Hozir mana o'sha satelitni aylantiradigan shesternasi, qadrdonlar, ko'rishingiz mumkin. Ozroq qirilgan, urilgan joylar turibdi. Bu ham mana o'sha urilgan joylari urilib ishlaganda. Mana bu singan. Qolgan joyi mana bu ham chotki, mana bu. Nima deydi? Kamera ko'rsatib bera olyaptimi, yo'qmi? O'sha Matviy, o'sha Zavodskoydagi Matviy chiqqan kinolar bilan turibdi, mana ko'ryapsizmi? Kamera ham olib bera oldi. Chiziqchalari bilan turibdi, yaxshi. Faqat mana bu narsa juda ham kamyob, Zavodskoy yo'q ekan. Qadrdon rossiyskiy mana ko'rsatdim hozir, rossiyskiy shesternalar shunaqani, rossiyskisi chiqmadi. Bu mushvaldan satelit aylantirilgan juda ham kam zapchast bor. Bunga MTZnikini uстановka qilishni ko'ryapmiz, rejalashtirib. Traktor ozroq tez bo'lib ketsa, kuchsiz bo'lib qoladimi degan fikr bor. Agar qo'yganlar bo'lsa, MTZni satelitidan mana shu narsani almashtirgan bo'lsa, qadrdonlar kommentariyamizga yozavering. Instagram kanalimizda ham, YouTube kanalimizda ham chiqaraman videorolikni. Traktorchilar so'rab qoladi, korobkaga gipeyt suyuq yog' soqsalaring bo'lmaydimi deb. O'sha o'ziniki Nigral bu. Mana bu suyuq yog'. 10 litr, qadrdonlar, korobka yog'i. Nigral sosa bo'ladi, gipeyt yog' sosa bo'ladi, yaxshi, u ancha effekt bor, korobkani ko'proq ketishidan, ya'ni buzilishidan asraydi. Gipeyt ancha qulaylik taraflari bor. Narxida farq bor, boshqa hech narsasida farq yo'q.
Shu narsalar hozircha. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Korobka, yomuz korobkasi mana shunaqa. Hech qanaqa nima deydi, boshqacha MTZchilar so'raydi. No qanaqa u qanday baquvvat rostdan MTZnikidan baquvvatmi, yo'qmi desa, mana shu satelitlari. Shu narsasini ko'rsatdim. Mana kichkina narsacha, ana shu narsachalar qimirlab qolib, ovozi kuchayib ketishiga mana shu narsa sabab bo'ladi. Mana shu eng qattiq ovoz mana shu yerdan chiqadi. Korobkalardan u darajada katta shumga chiqmaydi. Asosan satelitdan kuchli ovoz bor. Tormoz sistemasi. Tormoz ancha baquvvat lekin. Tormoz ancha baquvvat. Panejni. Nu bir ikkita video qilganlarni ko'rdim yo'mizdan. Mana shu joydan kesib videoga chiqargan, xuddi MTZnikida mana shu joydan chiqadi. O'zida mana video chiqish uchun qo'yib olay. MTZ video chiqish uchun mana ko'ryapsiz. Hozir spichkamiz yoqsak, tiniqroq bo'lsa kerak. Mana shu narsa video yuzinishoniki bu. Videoga chiqarishdan ko'plar shu joydan effekt oladi, o'sha joydan kuchlanish oladi. Lekin MTZnikidek xuddi mana shu joydan chiqarilganlarni ham ko'rdim. Kesib. Bitta narsa tormoz sistemaga xalaqit berib qoladi. Pedallarga bunday kas chiqqandan keyin xalaqit berib qoladi. Tormozni bu yerdan ko'chirishingizga to'g'ri keladi agar bu yerdan olib chiqilinadigan bo'lsa. No spichkani yoqsam yaxshi ko'rinar ekan. Mana satelit. Bu ko'rsatganimda mana qo'lim yog' bo'ldi, pechatga kiyitgandim. Mana shu narsa o'ynab qolgan. Ko'ryapsizlarmi, qadrdonlar? Buni ichiga o'zi qoqlaydigan narsalari bor. O'sha narsani qoqish kerak. Bu keyin o'sha joyi kattarib qolgan. O'sha narsani almashtirish kerak. Satelitdan kuchli ovoz chiqmasligi uchun VOM tormoz sistema mana shu narsa to'xtatadi. Xo'sh. Bu panejni. Qo'lim yo'q bo'ldi sizlarga tasvirlab berish uchun, videorolikimiz yaxshiroq bo'lishi uchun pechatkam yechib, shunga yarasha layklar bilan qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Bu rolikovoy podshipnik. Buni mana bu yerda turadi, mana shu yerda. Xo'sh, traktoristlarda to'liq nomini bilmasam ham qo'ldan kelgancha ko'rsatib berishga harakat qilyapman. Bular reduktor shesternalar. Mana shu yerga teriladi, reduktordiki. Mana shu narsa ketib qolganida, o'shanda yangi rezbostirib kelindi. Orqa tarafga mana bu narsa buriladi. Mana shu narsa buriladi. Shular shesternalarimiz mana shular. Yangi qo'yilyapti. Qolganlari chotki turibdi. Xo'sh, bu 3.5 ga adashibman. 3.5 shesternasi 3.5. Birinchi skordiki 2.4. Jami 5 ta. Mana bu zadnini skori. Zadni ham yaxshi turibdi ekan. Taktagilar reduktor. O'shalar skorlar aylantiradigan reduktor. Mana bu VOMda aylantiradigan shesterna. Westland ko'z spichkani o'chiramiz, nolamiz. Mana VOMda aylantiradi, qadrdonlar. Mana shu joyda VOM aylanadi.
motordan harakat keladi o'sha joyga. Qadrdonlar, yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Mana shunaqa rezen, hozir mana shunaqa rezen, 99% traktorda bo'lmaydi qadrdonlar. Mana shu narsa mana shu yerga qo'yiladi. Bu narsa kuchli nagruzka, misol pullik tortib ketyapsiz yoki birorta ayrga toqib ketyapsiz, nimadir ilib qoldi yoki nimadir bo'ldi, qisqasi nagruzka oshib ketdi motorga. O'sha narsa yoki birdaniga skor bo'lsa, birdan gaz ko'taryapsiz. Mana shu narsa korobkani qattiq udar bilan shisternalar urib ishlashini oldini oladi. Mana shu narsa shu qattiq zarb yutadi o'sha narsa. Mana shu narsani shunday ezadi, o'sha narsa kuch bo'lavergandan keyin qaytib ochiladi. Ya'ni zarbni, udarni yutadi, lekin kuch chiqib ketaveradi. Ya'ni shisternani udar bilan urib birorta misol tishini uchirib yuborishi yoki sindirishidan asraydi mana shu rezen. MTZda ham bunaqa narsa yo'q, ya'ni o'sha korobkani qattiq zashta qiladigan, ya'ni nima deydi? O'sha umrini uzaytiradigan narsa mana shu narsa bo'ladi. Yumuzini yuragi mana shu rezen bo'ladi. Korobkasini yuragi. Mana shu narsa korobkani umrini uzoqroq qiladi. Ya'ni o'zi to'g'ri, shesternalar ham baquvvat, lekin qattiq udardi motor misol birdaniga 1600, 1800 da shuni gazni qo'yordingizdan keyin oldin ko'tarib haydamoqchisiz. O'sha narsani qattiq udar korobkaga borishini mana shu narsa yutib qoladi. Ya'ni mana shu narsani orasida bo'ladi. Rezinni qisadidan keyin bu mana buni qisadidan keyin udarni orasida rezen qoladi. Rezinni qisadi. Bir-birini metal bilan metal bir-biriga urilmaydi. Zo'r bo'lsa, mana shu rezen ezilib ketadi, udar вообще kuchli bo'lsa. Mana shu rezen. Bu rezenni bo'yatishni almashtirib qo'yasiz, lekin korobkani ochib palon pulga shesterna qo'yib yotmaysiz. Aytganda narxini aytib o'tmadim, eng qirqi bo'lsa kerak. Nima o'ylaysizlar? Nech pul mana shu yangi shesterna? Или rossiyskiy shesterna nech pul? Narxini kommentariyalarda yozib qoldingizlar. Misol siz taraflarda misol kimdir Toshkentdan ko'radigan bo'lishi mumkin, kimdir Sirdaryo, kimdir Qashqadaryo, kimdir Surxondaryo. Qadrdonlar ham yozib ketingizlar. Zapchast nech pul sizga narxini aytib o'taman. Kelasi 400 mingga tushdi qadrdonlar. 200 mingdan 400 mingga tushdi. Sizda qancha? Korobka 0 dan qilib chiqishga bunga qancha rasxod ketadi? 200 dan, endi hammasi aynan 200 ming so'mdan emas, shesternalar endi ozroq farqi bor. O'rtacha 200-250 dan hisoblasak, 1,5 million bilan 5 ta skor almashsa yoki 2 million so'm bilan skorlaringiz almashsa, reduktorlar uncha ketmaydi. O'sha reduktorlar shesternasi. Asosan ketaydigani birinchi skordagi ko'proq ketadi. Nimaga ketadi birinchi skorda reduktori? Chunki birinchi skor shesternasi ancha katta qadrdonlar. Ancha katta. Pastda kichkina bor. O'sha katta kichkinaga nagruzka ko'p tushgani uchun kichkina skor ketadi. Qolganlarda mana ko'ryapsizlar, bu kichkina, buni o'rtashagan ko'ryapsizlar. Bu narsani qaysi urgan? Mana bunaqa katta, mana pastda katta reduktorlar shesternasi turibdi. Kichinani katta, kattani kichkina aylantirish sababli kichkina shesternani katta shesterna uradi. Qolganiki ikkimizniki zo'r turibdi. Mana bu 2, bu 4. 2 ni ko'ryapsiz, yaxshi turibdi. Uncha urmagan. Demak, ikkinchi skorimizda ham kichikroq shesterna, mana bu 2 kichikrog'i, 2niki kattarog'i 4niki. Bu tarafda adashyapman. Bu 3 bilan 5niki. Mana bu tarafdagilar 2 shesternalari. Hozir birdekini olib ketgan, almashtirib kelgani shesternasini, u ham yaxshi chiqmadi. Urilgan. Xuddi mana shunday. Ko'rasizki, mana shunday urilgan bo'lib chiqdi. Uni almashtirgan olib ketdi, yangisidan qo'yapmiz. Korobkamiz ham yana kami 3 yilga bemalol xizmat qilib beradi. Kami 3 yil. Lekin 2015-yil mana shu traktor olingan qadrdonlar.
Yomizda mana shu korobka 2021-yil motor almashdi qadrdon. 11 yil bo'libdi qadrdonlar. Mana shu korobkani ochib olib birorta shestrini almashtirmaganmiz 11 yil bo'libdi. Bizdan oldin almashtirgan balki almashtirmagan bo'lishi mumkin. Balki 15 yil ishlayotgandir. Mana shu shesternalar ketishiga kami bizda ishlatayotganimizga 11 yil bo'ldi qadrdonlar. 10 yil to'liq bo'ldi. Undan oldin yo balki almashtirgan bo'lishi mumkin, balki almashtirmagan bo'lishi mumkin. Aniq bilmayman. Oldingi egasida qanaqa holatda bo'lgan, lekin bizda 11 yil bo'ldi. Agar almashtirmagan bo'lsa, kami 15 yil yoki 20 yil bo'lyapti mana shu shesternalar almashmaganiga. Endi sezoniga siz qanaqa qilib ishlatishingizga bog'liq. Sezonni ishlasa, bu ham kam Xitoy deyapti. Ko'rdingiz, kilogrammi bir xil keldi. O'sha 10 yil ishlamasa ham bizning holatimizda ham biz chorva bilan shug'ullanamiz, ko'p levashlik ish qilmaymiz. O'sha kami 7 yil ishlab bersa kerak deb o'ylayapman. Kami. Endi bilmadim. Buni ishlatib ko'rsak, biz effektini, natijasini keyin sizlarga aytsak bo'ladi, qadrdonlar. Hozircha shular edi. Biz Samarqand viloyatidan mana shu shesterna narxini 200 dan kelasi 400 mingga tushdi. Sizning viloyatingizda mana shu shesterna narxi qancha? Kommentariylarga yozib qoldiring. Qaysidir viloyatda balki arzonroq bo'lishi mumkin. Toshkentdan ko'riladigan bo'lsa, Toshkentda narxi qancha? Samarqand shaharda ko'riladigan bo'lsa, ko'radigan akalarimiz Samarqand shaharda yangi zapchast bozorda bu narxi qancha? Surxondaryoda zapchast bozorlarda qancha? Qashqadaryoniki qancha? Sirdaryoda zapchast bozorlarda bu zapchastlar narxi qancha? Buxoro, Xorazm akalar mana shu kommentariyaga yozib qoldiringizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Biz qo'ldan kelgancha harakat qildik. Hozirgi mana ko'rsatib o'taman orqa tarafdan ham. Mana shu mana shu narsalardan iborat videorolikimiz. Siz e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Videorolikimiz cho'zilgan bo'lsa, agar sizga noqulayliklar tug'dirilgan bo'lsa, uzr so'rayman. Qo'llab-quvvatlab mehnatlarimizni layklar bosib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat. Sog'lik, salomatlik, qadrdonlar.